Rana 1. bölüm 25. qism. Yusuf bir chini cho'churni ichib, qiziq damlangan choyni ichib, safardagi orduqning yerimi chiqqandek his qilib qoldi. Rana yurtdan shu chiqqancha ot harvisi bilan mengib, qursig'i ochsa elib olgan non, suvlar bilan qursig'ini to'qlab, et harsa bog'laydigan biror yerni tepib, bog'lab o't sep berib, ussa suv topa olgan yerda suv berib degandek 3 kecha kunduz yo'l mangdi. Bu jarayonda u bir kechida bir yezidan o'tdi. Lekin to'xtamasdan o'tib ketdi. Mushundoq mengib, yana 3 kecha kunduz mangandan keyinki tushda yana bir bozorga yetib keldi. Bugun bozor kuni bo'lib, Rana o'z yesidagi bozordimi buncha ko'p odamni ko'rib boqmagan edi. Ko'chalarda yana turib biror mashinami o'tib kelyotdi. Bundaq mashinani Rana yezisida faqat bir necha qatimli ko'rib boqqan bo'lib, nahidan yoki yuqoridan ularning yezisiga tekshirish kelgan boshliqlar mushundaq mashinlarda keladi. Rana ot harvisini yo'l bo'yidagi sal yiroqlikdagi bir daraxtga bog'lab, yaqin atrofdan o't bilan suv teppamoqchi bo'ldi. U ot harvisidan yiroq ketamadi. Chunki hamma narsasi harbi edi. Rana otni bog'lab qo'ygan joyning qarish tarafida bir oshxona bo'lib, oshxonada xeyli ko'p kishilar o'ltirib paranglashqach, tamoq yeyishyotdi. Odam ko'p bo'lg'achqa bu yer xeyli varang-cho'rang edi. Rana oshxonni va oshxondagi tamoq yeyotganlarni ko'rib, qursig'ining oshqanligini, shundaqla necha kundan beri non bilan suvdan boshqa hech narsa yeb boqmaganligini esiga oldi. Oshxonning ichiga kirmay, sirtdagi o'rindiqda o'ltirib tamoq yesa, harbisig'imi qor yolaydiganligini o'ylab, oshxonning sirtidagi bir o'ringa kelib o'ltirdi. Mulozimatchi kelib, Ranaga choy quygash so'rdi. Ukamoy, nima tamoq yeysan? Nima tamoq tezroq chiqadigandu? Dedi Rana mulozimatchidan so'rab. Qo'sig'ing ichib ketibdi-da. Hozir langman bilan puli tezroq chiqadi. Qaysisini kelay? Langmandan birini akab beringamiz. Ha, ma'qul. Hozirla butun langmandan birini akib beray, ya? Dedi mulozimatchi Rananing yenidan bir qadam mengibla yuqori ovozda vaqirdi. Mana bu ustaldagi mehmonga tez suratda butun langmandan birini. Buni anglab Rana xuddi hamma odam o'ziga qarayotgandek qizirib ketdi. Kaynidan u uchsida o'g'il bolaning kiyim balig'ini, necha kundan beri kiyimlarini sanmay, yuz ko'zlarining cho'qim bir narsa bo'lib ketganini, eng muhimi u bu yerda o'zini tunuydigan hech kimning yo'qligini o'ylab, yuzidagi qizillik sal yo'qib, harvis tarafga qarab qo'yib o'ltirdi. Rananing tamoqi birdamdili keldi. U bir cho'ka oshni og'ziga selib, harvisiga bir qatim qaraydi. Harvidan asosan ko'zini uzmaydi deyishkim bo'ladi. Yaxshisi, u otni bog'lab qo'ygan joyga birasimi kep boqmadi. U tamoqni nihoyat tez surat yeb bo'lib, bir piyola choy ichib bo'lib, mengishni o'ylashib, piyolaga choy quyayotganida keyindagi o'rinda o'ltirgan bir nechalarning paringi qo'liga kirib qoldi. Ha, tushdan keyin Urumchiga bormoqchi bo'lyapman. Shunga sizlar bilan xo'shlashib olay deb sizlarni birga bir vaqt tamoq yeyishga chaqirishim. Nimanchi tuyuqsiz? Uydagilar bilan birga ketmoqchimiz. Uynimiz setib bekor bo'lib qoldik. Uydagilar hamma narsani tayyorlab, mang'ili qarab qoldi. Undaqda o tarafdagi ishlaringlarni naqlab bo'psizlar. Ha, asosan uymi bitib qoldi. Akam hozir bizga saqlab turdi. Endi kessa qachon ko'rishalaymiz. Shunga sizlar bilan xo'shlashib olay dedim. Bugun Urumchiga mang'adigan mashina bormi ekan? Ha, tushdan keyin soat 4 da mang'adigan bir avtobus bor ekan. Bugundan qolsaq mashinaga yana bir hafta saqlaydi ekanmiz. Tayyorlig'imizmi bitib qolgandan keyin bugunla mang'aylimikin deyishdik. Yaxshi bo'pti, adash. O yerlar bizning bu kichik nahiyadan hamma jihatdan ko'p yaxshi. Bo'pti. Men fursat bo'lsa Urumchiga chiqib seni izlayman. Ma'qul og'ayni. Senmi o'zingni asrag'in. Uydan nimada kelgan eding? Bo'lmasa men Navrakamning mototsiklida kelgan. Seni opirib qo'yay. Bo'ldi. Senmi aldiraysan? Bugun uydik eshak harvimizni setib bir mototsikl olmoqchi edik. Dadam bozorda qoldi. Men dadamni izlab topay. Chorva mol bozorimi mush yondagi ko'chidla. Yiroq bo'lmasa ya. Maylamisa, menmo mangay. Xo'sh, omon bo'g'in. Omon bo'g'in. Ularni anglab o'ltirgan, naga berib nada turishi aniq bo'lmagan Rananing kallasida, garchi nadaligini,
qandaqligini bilmasimi, Urumchiga ketib, shu yerda yashab beqish xiyoli tug'ildi. Naq bugun Urumchiga boradigan mashina bor ekan. Lekin ot harvisini qanday qilsam bo'lar? Ha, to'g'ri. Chorva mol bozorga olib setib yetay. Andan bekatni izlab tepib Urumchiga boradiganning yo'lini qilib boqay. Rana shularni o'ylag'ash o'rnidan turib, tamoqning pulini to'lab, ot harvisini aydab, chorva mol bozoriga boradigan bayqa balaning orqasidan mangdi. Rana ot harvisining bu bozorda necha pul bo'ladiganligini bilmaydi. Lekin u bozorda bir oz turibla, ot harvisidan kiyim-kechaklarni yig'ishtirib olibla, ustidagi qolgan narsalar bilan billala 570 so'mga setib o'tib, chorva mol bozoridan chiqib ketdi. Ranadan ot harvisini setib olgan odam bo'lsa, bu otning yaxshi nasllik ot ekanligini, uning ustiga satgan yigitningmi harvi ustidagi yotgan ko'plar bilan billala o'ziga berayotganini ko'rib, xo'shallikdan og'zi yumilmayli qolgan edi. Yo'lda ot harvisi va eshak harvisi bilan kira qiladiganlar bor edi. Rana ot harvisi haydayotgan bir yoshli cho'ngroq odamni qo'li bilan kelishga sharatladi. U odam kelib so'rdi. Nega borsan balam? Bekatga olib qo'ygan bo'lsangiz bo'pti ekan. 2 yuan bersan jumi. Yo'lmi ancha yaqin emas. Senmi bilasan? Biz mushuning bilan jon boqadiganlar. Ma'qul, beray. Dedi Rana u odamga. Chiqar arvoga. Mangdoq amsa, ching o'ltir. Ular yo'lda mang'ucha bu odam naqshi etib mangdi. Arvada alahazal 10 minutlarcha yo'l mang'andan keyin Bekatga keldik, dedi harvikash. Rana harvikashga 2 yuan pulni berib, bo'g'chisini ko'tarib, bekat ichiga kirdi. U Urumchiga tushdan keyin soat 4 bilan qo'zg'aladigan mashinaning biletini olib, bekat ichidagi o'rindiqda o'ltirdi. Gerçi mashina qo'zg'alishga yana 2 soatdan ko'proq vaqt bo'lsa-mu, lekin Rananing boradigan yeri bo'lmag'achqa, bekatdagi o'rindiqda bo'g'chisini beshiga qo'ygunicha uxlab qoldi. Bir kamda bir savaqirdi. Urumchiga mashina bildi og'alar, darhol mashinaga chiqinglar. Mashina yana 15 minutdan keyin qo'zg'aldi. Vaqtida mashinaga chiqamay, tep qolganlaringlar o'zinglardan ko'ringlar, ha? Bilet puli qaytarilmaydi. Degan gap so'zlarni deb bo'lib, orqaga o'rilib, mashina tarafga qarab mangdi. Rana darhol o'rnidan turib, qo'lidagi biletga bir qarab, vaqirgan odamning kaynidan mangdi. Bu cho'ng avtobus bo'lib, Rana mashinaga chiqib qarab, og'zini echibli qoldi. Bu mashinada 40 chi o'rin bor edi. U mashinaga chiqqanda mashinada 5-6 chi odamlar bor edi. Hammaylar asosan narsa keraklarini joylashtirib o'tadi. Shunga hech kim Ranaga diqqat qilmadi. Ranamo og'zini ochib, birdan bu mashinaning ichiga qarab turib qolibroq, o'tirdikiroq bir qo'sh kishilik o'ringa kelib o'ltirdi. U bo'g'chisini ustiga ep qo'ysa yutib ketishdan ansirab, bo'g'chisini belikidan o'tkazib olib tutib o'ltirgan edi. Rana amdili o'ltirib joylashib bo'lishiga, oshxonada tamoq yeganda oilasidagilar bilan Urumchiga mangadiganligini aytgan bola bir necha bilan billa orqa-orqadanla avtobusga chiqdi. Rana yuyinmog'ili haftichi bo'lib qolg'ashqa, uchisida uydan manganda kiyib olgan o'g'il baldan kiyim bo'lg'ashqa, uning ustiga yuz ko'zlarini ancha-muncha qasmoq besib ketgashga, uning yanida birasimi o'ltiray demagan edi. Shuning bilan 2 kishilik o'rin Ranaga o'ng chiqaldi. Avtobusda Rana o'ltirgan o'rinning yanidagi bo'sh o'rindan boshqa yana 3-4 o'rin qo'riq edi. Sho'pirmi chiqib, avtobusdagilarga bir qo'r qarab atgandan keyin dedi. Hozir qo'zg'alamiz. Mashina mush qo'zg'algancha yana 4-5 soatlardan keyin to'xtaydi. Shunga hojatga berib keldiganlar bo'lsa, berib kelinglar. Yo'lda to'xtatmayman. Bordiganlar bo'lsa, men yana 5 minut saqlab turaman. Tez-tez berib kelinglar. Rana bir nechalarning mashinadan tushayotganligini ko'rib, bo'g'chisini ko'targunicha ularga agashdi. Hojatxonaga erlar boshqa tarafga, ayollar boshqa tarafga mengayotdi. Hojatxonaga yaqin qolganda u o'zining uchisida o'g'il bolaning kiyim borligini esiga olib, qizlar hojatxonasiga kirish yoki o'g'illar hojatxonasiga kirish to'g'risida o'ylanib turib qoldi. Qanday qilish kerak? Uchamda o'g'illarning kiyimi turib, qizlar hojatxonasiga kirsam bo'lmaydi. Yana ko'zimni yumib turib o'g'illar hojatxonasiga kiraveray. O'yladi Rana. Shuning bilan u erlar hojatxonasiga, ya'ni o'g'illar tarafga qarab mangdi.
u hojatxonaning eng oxirgi ko'ziga berib o'ltirib ishini tugatgandan keyin yana bo'g'chisini ko'tarib mashinaga chiqib aslida o'ltirgan o'rniga kelib o'ltirdi. Avtobus qo'zg'aldi. Nahiya bozordan chiqqandan keyin xeyli o'zing'ich qaqasliq edi. Rana bu avtobusning tez menishiga hayron bo'lg'ach, qaqasliqni ko'rib, xuddi o'zining yezisidan chiqib ketadigan qaqasliqda ketayotgandek his qildi. U derazadan qaqasliqlarga qarab o'ltirib, o'zining qachonlarda uxlab qolganini sezmadi. Qanchalik vaqt o'tdikin, shofirning chaqirgan ovozi anglandi. Tamoq yeydigan, hojatga bordiganlar, narsalar setib oldiganlar bo'lsanglar, tushib darhol ishinglarni tugatinglar. Bu yerda 40 minut to'xtaymiz. 40 minutdan keyin avtobus qo'zg'aldi. Esinglarda bo'lsin. Chiqib bo'lamig'inglarni saqlab turmayman, ha? Dedi shofir ustam avtobusdagilarga qarab. Ha, ras. Narsaklaringlarga yaxshi qaranglar, ha? Yutib ketsa men ega bo'lmayman. Buni anglagan yo'lovchilar orqa-orqadan avtobusdan tushdi. Qarong'i tushib ketgan bo'lib, bu bir kichik bozordek qilatdi. Kechi bo'p ketganiga qaramay, bu yerdagi bir qator ketgan do'konlarning chiroqlari bilan bu yer xeyliovat ko'rinadi. Bu yerda birla oshxona, ikki narsa kerak sotadigan do'kon bo'lib, amaliyotda bu oshxona shofir ustamlar cho'qim kiradigan oshxona edi. Amaliyotda bu atrofda ozroqli mangsa, yana yaqin atrofda oshxonalar ko'p bo'lsa-mu, bundaq joylardagi oshxonalar shofirlar bilan ularni haqsiz tomoq bilan ta'minlashni deyishib olgan bo'g'ashqa, uning ustiga yo'lovchilarmi bu atrofdagi oshxonalarni bilmagachga, bo'lgan mushu bir oshxonadan tomoq yeyishga majbur bo'ladi. Oshxona xo'jayinlari bo'lsa, shofirlarni ta'minlagan tomoqning pulini yo'lovchilardan qo'shib elib undirib oladi. Oddiysi bozorlarda 2-3 yuanga yigili bo'lgan lag'man, bundaq oshxonalarda 5 yuandan kam emas edi. Lekin yo'lovchilarning yemay amalimi yo'q edi. Puli yo'qroq yo'lovchilar bo'lsa, suv ichib, non g'ajishib o'ltiradi. Yalg'iz bu yerda emas, Urumchiga boradigan, keladigan yo'lda mushundaq jon boqadigan oshxonalar yo'l bo'yi bor edi. Ranamu 5 yuanga bir taqsil lag'man yeb, hojatga berib kelibla mashinaga chiqdi. Yo'lovchilarning ko'pinchisi chiqib bo'lgan bo'lib, shofir ustamning chiqishini saqlab o'tirgan edi. Bir ozdan keyinla shofir ustammo avtobusga chiqib, rolda o'ltirdi. Hammaylar chiqib bo'ldinglarmi? Atrofinglarga qarab yiqinglar. Billa manganlardan yana chiqib bo'lamganlar bormi yo'q? Yo'lovchilar bir-biriga qarashib, oradan birisi yanidagi hamrohining tex chiqib bo'lanmaganligini deb turaverdi. U yo'lovchimi avtobusga chiqdi. Mana, mushundaq 4-5 soatlarda bir to'xtash, qimmat tomoq yeyish, ondan hojatga berib kelish, avtobusga chiqsa uxlash degandek takrorlanadigan ishlar bilan 2 kecha kunduz o'tib, yana heliq avtobus yo'lga chiqqan vaqt bo'lishiga ulgurib, avtobus Urumchidagi bekatga kirib keldi. Avtobus Urumchi shahar ichiga kirib bekatga kirdigangacha bo'lgan oraliqda sirtdagi bir necha qavatlik binolarga, yo'llarda mengayotgan motosikletli kishilarga, asfalt yo'llarga qarab Ra'noning og'zi echilib qoldi. Avtobus bekatga kirib to'xtagandan keyin yo'lovchilar bir-birdan avtobusdan tushdi. Ra'noning qo'liga ikkalanning parang kirib qoldi. Ra'no 1-bölüm 26-qism. Avtobus bekatga kirib to'xtagandan keyin yo'lovchilar bir-birdan avtobusdan tushdi. Ra'noning qo'liga ikkalanning parang kirib qoldi. Bugun nerda tursizlar? Urumchida qaytqidek joyinglar bormi? Bu yerda qaytqidek joy nimish qilsin? Do'nko'rikka berib, yilqi arsa yotoqlarda yotaman. Bu bir necha kunda ishlarini bijirib olsam, amalba baldur qaytmasam, uydagilar ansirab qoladi. Shundoq arzon yotoqlarmi bormi? Amisi menmo shu yerga borsam bo'g'idek. Meningmi bu tunji qitim Urumchiga kelishim. U yerga qandoq boramiz? Ha, bekatning oldiga chiqsaqlar kira qiladigan 3 chaqliq motosiklet bor. Ashularga mehmonxonaga olib qo'ying desaklar, shu yerga olib tashlab qo'ydi. Amisi birga ketaylikmi? Menimi ilvilang ha? Ha, bo'ladi. Mang'aylamsa, ha, yuringlar. Do'nko'rikdagi yotoq. Men shu yerga borsam bo'g'dek. deb o'yladi Ra'no.
Rana bekatning sirtiga chiqishiga uchchoqliq bir motosikletda bir yosh bola kelib so'rdi. Hey, og'ina, nega borsiz? Men opirib qo'yaymi? Man do'nko'rikdagi yotoqqa bormoqchi edim. Opirib qo'ya olasizmi? So'rdi Rana o bolaga qarab. Ha, bo'ladi. Chiqing. O'rimchiga chiqqanlarning tangdan to'lisi shu yerga boradi. Opirib qo'yay. 5 yon bersiz juma. Avval deb qo'yay. Bo'lmasa hali berib bo'lgandan keyin talishib yursak yaxshi bo'lmaydi. Ma'qul. Rana motosikletga chiqib o'tirdi. Eliqi bola bo'lsa motosikletni haydagash Ranaga dedi. Kuchonglidagi kiyim-kechakka qarasamg'u o'g'il bolda qilsizlar. Ayol kishidek bo'g'ich ko'tarib olibsizlar. Ovozinglarmi qiz boldek chiqadi ekan. Ota-onanglar bak erka baqqan bolamini misizlar? Ranaga texi uydan ayrilgandan beri bu yot birisining eng ko'p gap qilib beqishi edi. U bu bolaning deganlari to'g'risida o'ylanib boqmag'achqa, nima deb javob berishini bilmay turib qoldi. Qaraganda shunday o'xshaydi. Qaranglar, kiyiminglarni cho'ng kelib qolgandek qiladi. O'rimchi degan bak cho'ng yer. Nemil ish bilan kelgan bo'linglar, avval usti beshinglarga diqqat qilinglar. Bu taklifim, avval biraqur yangi kiyim setib olinglar. Bu bola 20 yoshlar atrofida bo'lib, usti beshi xeylalar ratlik edi. U Rananing javob berishini kutmasdan to'xtamay so'zlab o'tdi. Bu yerga ish izlab kelgan bo'lsanglarmi, ishiltadigan odam eng avval sizlarning usti beshinglarga qarab, ondan gap so'rab, sizlarni ishlatmaslikni belgilaydi. Shunga do'nko'rikka borgandan keyin men sizlarga yotoqni ko'zitib qo'yib bo'lib, muvofiq bir erlar kiyim sotadigan do'konni ko'zitib qo'yay. Shu yerdan biraqur kiyim setib olinglar. Rahmat sizga. Menmi bu yurtga kelgili 4 yil bo'lib ochdi. Midirlab, tirishib, siqib xashlab yurib, texi yaqindala shahar ichiga jiraqroq bo'lsa-mo 60 kvadrat metrlik bir uy setib oldim. Endi onamni yurtdan akilib olsam g'imim tugaydi. Navoda silimi mush yurtda non tepib yemoqchi bo'lsanglar, tirishsanglar, tejashlik bo'lsanglar, o'rinlik qilmasanglar, cho'qim siligimi puttasigidek bir makon chiqadi. Bu yurtda uy shuncha qimmatmi? So'rdi Rana hayron bo'lib. Chunki Ranalarning yesida ular o'ltirayotgan shu cho'ng qo'ronimi 30 mingga hech kim olmaydi. Bu texi shaharning chetidirak og'ashqa men arzon olgan uy. Do'nko'rik atrofidan shahar markazidan oladigan ish bo'lsa, yana texi kam degandimi 10-20 ming yon qo'shish to'g'ri keladi. Dedi u motosikletini haydagash Ranaga tushundirib. Bildim. Bu yerda ish tepish osonmi? Gap sizlarning nemish qilishingizga bog'liq. Sizlar nemish qila olasizlar? Men kiyim-kechak tikishni o'rgangan, yana gulkashtiliy olayman. Dedi Rana o'ylanmayla. Nima? Hayron qolgandan motosikletni to'xtatib qo'yib, keyinda kelayotgan motosikletga so'qtirib atkili tasli qoldi u bola. Men ovozinglarni qiz bolaga o'xshaydi ekan deb o'ylab tursam, kiyim-kechak tikishni qo'yib bilgininglarni qo'yib bo'pti deyli. Endi gul kashtlashni bilaman deysizlar-ku. Rana o'ylanmay deb sağan gapidan xijil bo'lib qoldi. Men o'zimcha qiziqib o'rgangan shu. Diyalidi Rana aralla. Voy, qiziqishinglarni olaydi ekan sizlarni. Ha, mana keldik. Mana bu men boyi sizlarga degan erlar kiyim-kechak to'kini. Mallarning bahosimi muvofiq. Yataq oldiga 200 metr menib, solga burilsanglar shu yerda. Rana kira pulini berib, u bola motosikletni haydab ketgandan keyin, deb birini tinivatgandan keyin do'konning viviskasi qaradi. Yarishim erlar kiyim-kechaklari degan viviskani ko'rgan Rana ko'zlarini viviskining ostiga yugurtdi. Do'konning yo'l tarafga qaragan temining eshikdan boshqa yeri asosan digidek deraza edi. Bu deraza bak cho'ng bo'lib, bu derazadan ichidan nimalarning borlig'ini aniq ko'rgili bo'ladi. Rana do'kon ichidagi erlarning kiyim-kechaklarini ko'rib, oldiga menib, o'ziga muvofiq keladigan qizlarning kiyimini setib olg'isi keldi. Chunki bu qatorda do'konlar nihoyat ko'p bo'lib, erlar, ayollar, balalar ish qilib izdisi topqilib bo'lmaydigan kiyim-kechak yo'qdek qiladi. Rana joyidan midirlamay bir oz turib ketib, yanala o'ziga muvofiq keladigan o'g'il bolaning kiyimini setib olishni loyiq ko'rdi. Chunki Rana
bu yerga yangi yochi bo'lib, boshliqqidek bir makon, ishligidek bir joy tepib olguncha, yanıla o'g'il boldek yurib turishi muvofiqdek qiladi. Shuning bilan u yanıla oldidagi musha erlar kiyim-kechak do'koniga kirdi. Ha, keling ukam, sizga qanday kiyim lozim? Dedi do'konning xo'jayini Ra'no ishikdan kirishigila muomalasi nihoyat qizg'in ham siliq edi. Men bir qur kiyim setib olay degan edim. Bo'ladi, qani ko'rib beqing, sizga qaysi yaraydi ekan? Ra'no bir necha qur kiyimni ko'rib o'ziga yaragan bir tal ishton, bir tal popayka, bir tal chapon, yana bir dona qalpoq bilan tan harakat oyog'i setib oldi. Xo'jayin do'konda kiyib sinab baqsa bo'ladiganligini degan bo'lsa-mu, Ra'no unimay deyishib, kiyimlarning pulini to'labla do'kondan chiqib, yotoq tarafga mang'ash, narsa keraklarini soladiganga bir tal so'mkami setib oldi. Yotoqlar yolg'iz kishilik, 2 kishilikdan tortib 20 odam yota oladigan osti-usti karvatliq yotoqlargacha bor bo'lib, qimmat yotoqda yota oladiganlarga qimmatcha, qimmat yotoqda yotanmaydiganlarga arzon yotoqlar tayyorlaqliq edi. Şoňa Örümçik kelgan, baradigan yer yo'qlarning hammasi asosan degidek mushayat turadi. Bu yotoqlardan azaldan odam o'zilib qolmaydi. Men yotoq olmoqchi edim. Dedi Ra'no ishikdan kiribla. Qanday yotoq lozim? So'rdi mulozim. Bu mulozim 20 yoshlar atrofidagi qiz bo'lib, qarmoqqa Ra'nodan bak farqlanmaydigandek qiladi. Sizlarning qanday yotoqlaringlar bor? Qaysi bakrak bexatar? Sizga qanday yotoq lozim bo'lsa, eng bexatari bir kishilik yotoq ayrim qilib sola olaysiz. Narsa keraklaringizmi yutib ketmaydi. Buningga biz kepil, lekin sal qimmatrak. Nech pul? Yana so'rdi Ra'no. Bir kunligi 40 yuan. Ichida munchisi hojatxonasimi bor? Xotirjam yuyina olaysiz. Yuyinishga ishlatadigan chash sopini, badan so'plarimi ichida bor? Agar qimmat ko'rsangiz, kunligi 10 yuanlik 20 odam yotadigan yotoqlarimizmi bor? Dedi u qiz Ra'noning usti beshiga bir qo'r qarab. Ma'qul. Amsa shu yolg'iz kishilik yotoqda turay. Avval menga 2 kunlik ichib berib turing. Dedi mulozim qiz o'zi ko'zga ilg'is kelmagan bu usti beshi rassiz kelgan, ammo ovozi qizlarninkidek chiqadigan bu balaga qarab. 2 kunligi 80 yuan. Uningdan boshqa yana 100 yuan zakolat puli topshirsiz. Bu zakolat pulini biz siz yotoqni qaytirganda, yotoqning ichidagi narsalarni buzib etmagan, kirliklarni maynat qilib etmagan ahvol ostida sizga to'liq qaytarib beramiz. Pulni to'lagandan keyin biz sizga yangi qilib beramiz, o'zingiz solasiz. Ra'no ortiq gap qilmasdan 200 yuan pulni mulozim qizga berdi. Mulozim qiz sal tingirqab qelibroq Ra'noga yana 20 yuan pulni qaytarg'ach, 3 ochquchi bor cho'ngroq qolipdan birini berib, Ra'noni boshlab berib, bir uyning eshigini ochib, ochqan qolipni o'zi ep ketdi. Ra'no u qiz ketgandan keyin yotoqqa kirib, atrofga qaradi. Bu bak cho'ng degudek yotoq bo'lmasa-mu, xelala ratlik yig'ishtirilgan edi. Uyning bir taraf temiga cho'ngroq kelgan bir karvat qo'yilgan bo'lib, karvatning oyog'ida yana o'ltirdiganga 2 tal yolg'iz kishilik sofa va tomoq shirasi to'xtatiliq edi. Karvatning qarish tarafida bir kichik eshik bo'lib, mulozim qizning boy tushundirishiga qaraganda bu eshikning ichida hojatxona va yuyindigan muncha bor edi. Ra'no yotoqni bir qo'r ko'rib bo'lgandan keyin boyqi bekatdan chiqib bo'lguncha ikkalanning deyishgan, kash vaqtida sirtqa chiqmasanglar, hech qanday ish yo'q degan gapi esiga keldi. Kunga qarab kash bo'lib qolay deb qolganligini ko'rib, yeydigan narsa elib-elibli yenib kirishni o'yladi. Bo'xchini qo'yib qo'yish kerakmi yoki elib olish kerakmi? Baya mulozim qiz bu yotoqlarni bexatar dedi. Menga yangi qulupni bergandan keyin shu qulupni selib etib, bo'xchini qo'yib chiqib yeydigan narsa ep kirib olay. Ra'no chiqib, yaqinli yerdagi do'kondan nondan 2 elibli kayniga o'rilib yotoqqa yenib kirib, eshikni ichidan taqidi. U yotoqqa kirib, hojatxonaga kirib, munchi bilan birdam hapilashdi. Lekin munchidan issiq suv chiqiradigan vaqtgacha Ra'noning kiyim-kechaklari ho'l bo'lib, badallarga chaplashib ketgan edi. O kiyimlarini selib etib, shunchalik uzun yuyindi. Shunchalik rahatlandi. Bu Ra'noning uydan ayrilgandan buyon tunji qatim yuyinishi edi. Ra'no yuyinib bo'lgandan keyin akirgan nenni choy bilan yeb, yetib orom oldi. Ra'no
birər həftədək heli harvıda, heli avtobusda uxlag'achqa, uyqusimi tuzuk uyqu bo'lmay charchab ketgan edi. Bugun u karvatda shunchalik rahat uxladiki, shu yotganicha ats tush bo'lib, ondan qursig'ining echishiga chidamay uyg'onib ketdi. Rana o'rnidan turib, to'nigan yangidan setib olgan kiyimlarini kiydi. Olgan ishtini bilan oyog'i bak muvofiq kelgan bo'lib, po'paykisi bilan chopini sal cho'ng edi. Cho'ngroqini olmaymi bo'lmaydi. Chunki Ranamo bak dal keldig'ini elib olsa, ko'ksining bilinib qolishidan qo'rqqan edi. Onuncha mushundoq cho'ngroq kelsa muvofiq edi. Bugun u ko'nglida yiroqqa ketmay, mush atrofni aylanib beqishni ko'ngliga pukkan edi. O bog'chidagi narsalarni somkaga ratlab selib, yana non bilan choy ichib olib, yotoq ishigiga qo'lib selib sirtqa chiqdi. Rana yiroqqa ketammaydi. Chunki ezib qilib, bu yana topolmay qolishdan qo'rqatdi. Bu ya bak cho'ng edi. Rana ezib qolishdan qo'rqdi. U yotoqdan chiqib oldirmay mengib, xohlagan bir tarafga mangdi. U birdan mengib, to'xtab, to'rt atrofni birdan ko'rib, yana mengib, yana to'xtab degandek atrofni ko'zlab o'tdi. U bir ozmangandan keyin do'konlarning qatorida bir yagili yig'ilib qolgan bir nechta kiyim-kechak tikkuchilik do'konini ko'rdi. Hammasida asosan ayollar, qizlar bor edi. Har bir kiyim-kechak tikkuchilik do'konida oz bo'lganda bir, ko'p bo'lganda 3-4 odam bor edi. Bu do'konlarning hammasila to'nigun Rana kiyim setib olgan do'kondak yo'l tarafga qaragan temining eshikdan boshqa yerda cho'ng deraza bor edi. Ichidagi hammani aniq ko'rgili bo'ladi. Rana mush bir nechta tikkuchilik do'konlarining o'dolida do'konlarga qarab xeyli uzun turib qoldi. Ustam yo'qib ketsam nima deb qolgandi? Xo'shlashibmi qo'ymabdimi? Nima deb o'tirgandi? Ay, ustam menga bak ko'p yaxshiliklarni qilgan. Bak yuzsizlik qilibdi. Rana chatdagi yolg'izlar Hamroguldan sal kichikroq chiqqudek bir ayol bor tikkuchilik do'koniga kirib so'rdi. Do'koningizga shogird olamsiz, men ishlaydigan. Dedi Rana eshikdan kiribla u ayolga qarab. Sizmi? Qiz bola bo'lsingizmi elib qolatdim. O'g'il bolani shogirdlikqa qabul qilmayman. Chiqib keting. Rana yana gap qilishga tamshalgan edi. U ayol Ranani ig'izmi ochirmay ishtirib tugidek do'konning eshigidan chiqarib o'tdi. Rana 1-bölüm 27-qism. Rana yana gap qilishga tamshalgan edi. O ayol Ranani ig'izmi ochirmay ishtirib tugidek do'konning eshigidan chiqarib o'tdi. Rana do'kondan chiqib yana nishonsiz oldiga mangdi. U boshqa do'konlarga kirib beqishni o'ylashmadi. Chunki u boyi kuzatganda mushi bir do'kondala bir ayol bo'lib, qolgan do'konlarda 3-4 kishi odam bor edi. Demak, ularning Ranani ep qilishi texmi mumkin emas edi. U oldiga yana bir oz menib, bir stolbiga chaplangan bir qog'ozga ko'zi tushdi. Mushu ko'chadan ichiga 100 metr mangsangiz, keyingi ko'cha do'qmishida yo'l ustidagi binoning 2-qavatidagi 50 kvadrat metr keladigan bir uy yurtga qaytish munosabati bilan arzon bahoda sotiladi. Deb yozilgan edi qog'ozga. Rana buni o'qib o'zini do'nko'vrakka akilib qo'ygan heliqi balning gapini o'ylab, bu uyni ko'rib beqish niyatiga keldi. Chunki o'zi yendiki uncha ko'p pulni elib yuriyversimi bexatar bo'lmaydi. Uningdan mushu uyni oladiganga ishlativassa, o'ziga mo boshliqdek makon bo'ladi. Pulning bir qismini yig'ishtiriladi. Qolganini yana bir amal qilib tursa bo'ladi. Shundoq o'ylagan Rana qog'ozga yozilganda deyilgani bo'yicha oldiga menib, keyingi ko'cha do'qmishidagi binoga yetib keldi. Ko'cha do'qmishidagi bu bino 4 qavatli bino bo'lib, u 2-qavatga chiqib, 2-qavatda 4 eshikning borlig'ini ko'rib, qaysi eshikni chekishni bilmay, yana pastga qaytib tushdi. Pastki o'rindiqda bir necha yashanganlar o'ltirib paranglashib o'tadi. Rana shularning yeniga berib so'radi. Yaxshimsizlar, sizlardan bir gap so'ray degan edim. Mushu binoning 2-qavatida bir sotadigan uy bor ekan. Chiqib qaysi uy ekanligini bilamay yenib tushdim. Qaysi uyni sotadiganligini sizlar bilamdigansizlar?
Saat xalla uyni setib yurtqa qaytadigan bo'ldik devatgan edi. Shularning uyi haqiqatan. 202 uy shu balam. Chiqib 202 nomerlik uyni chekkin. dedi oradan bir mo'may. Qaysi 202 uydi? Eshikning ustiga qarasang nomer bor balam, topalaysan. dedi yana bir mo'maymi. Ma'qul, rahmat amanglarga. Rana 202 uy kirib, uy egalari bilan tepishib, uyni setib oldiganligini deganda, yoshli cho'ngroq kelgan ikkalan cho'nglarni chaqirib kel balam, sen bak kichikkansan deb turib oldi. Rana dadisining ishlayotganligini, onasining kasalchan ekanligini, kelinmaydiganligini, shunga amalsizlikdan o'zi uy ko'rayotganligini bir monch tushundirgandan keyin ular ondan uning bilan deyishga qo'shildi. Uy egalari bu uyni narsa keraklarni ep ketish qo'laysiz, uning ustiga qaytadigan yurti jiroq bo'lg'achqa, ichidagi hamma narsa kerak bilan qo'shib sotmoqchi edi. Shuning bilan ular unda sala bunda sala qilib yurib, bu uy 32 mingga to'xtadi. Va shu yerda hujjat tuzishib, ularning ikki qo'shnisini guvohlik chaqirib, dana zakolatga 500 yuan pul berib, qolgan pulni at sardila akilib berdigan. Ularmo uyni at sardila bekalab berdigan bo'lib deyishdi. Rana uyni singlimning nomida olaman deb hujjatga uy setib olish tarafni Rana deb yozg'izdi. Uy egalari uyni baldur qo'ldan chiqarib olgani xo'shal bo'lib, hujjatning kimning nomida yozilishi bilan kori bo'lmadi. Ular uyni setib olgani xo'shal bo'lsa, Rana yurtga kelibli boshliqidek bir makon topaligini xo'shal. U to'zilib bo'lgan hujjatning bir nusxasini elib, chapanning yonchug'iga avoylab qatlab selib, yotoqqa qaytmoqchi bo'ldi. Yanoshida u tamoq yavog'ash o'zi kiydiganga 2 qo'r beshidan oyog'igacha qizlarning kiyim-kechak va bu kiyim-kechaklarni ratlab soladığanga yana bir so'mka setib oldi. Boshliqdek uy bo'lgandan keyin hamda o'g'il boladek yasinib yurishning zaruriyati yo'q edi. Rana kashta va ati attigan yeydiganga non elib olib, yotoqqa qaytib, yana bir qatim yuyindi. Ondan chiqib, karvatga yetib, aram olmoqchi bo'lib, yetib turishiga yotoqning eshigi chekildi. Kim? So'rdi Rana. Men mulozimatchi. Eshikni ochmasangizmi bo'ladi, sizga deb qo'yay dedim. Ati tushlik tomoqdan burun yotoqni qaytirsiz. Bo'lmasa yana bir kunlik puli qo'shib elinadi. Ma'qul bildim. Dedi Rana eshikni ochmayla. Mulozimatchining ovozi anglanmadi. Shuning qaraganda ketganda qilatdi. Rana qaytib karvatda yotdi. Bir oz yotsimi uyqusi keladigandek emas edi. Shuning bilan u xiyollar dunyosiga g'arq bo'ldi. Kechiring ana. Sizga yolg'on so'zliginimni kechiring. Dadam bilan birga yashag'im kelmadi. Rananing ko'zlari yoshlandi. Chunki dadam sizning o'limingizning sababkori. Lekin sizga cho'qim yaxshi yashayman deb bergan va'dam hargiz yolg'on emas. Cho'qim yaxshi yashayman. Mendan xotirjam bo'ling ana. Yelimi Anipa opam mening o'g'limga qo'ymay pullarni sep beribdi ekan. Bo'lmas qanday qilib o'g'itdim. Yelim yaxshi ati uyni qo'limga ilib olsam, yotoqqa pul xajlab yurmaydigan bo'ldim. Atarvasini sotgan pul bilan yelimdagi parcha-parcha pullardan hozir faqat 100 yuandan ko'proq pul qoldi. Ati uyning pulini berib olsam, yelimda yana 42500 yuan pul qoldi ekan. Bu pullar ko'pdak turg'ini bilan bundoq pul topadigan yo'lni topmay xajlab beradigan bo'lsam, hech qancha kunga yetmaydi. Sodi qanday qilish kerak? Hozir yotadigan yerimni asosiy jihatdan qilib bo'ldim desammi bo'ladi. Amdiki eng muhim masala tamoq masalasi. To'g'ri. Heliqib kuchlik to'kindik ayol, qiz bola bo'lgan bo'lsangiz ip qalatdim deydi-ku. At uyga o'rinlashib olsam, yana shu do'konga kirib boqay. Og'an uygimi yiroq emaskan. Atsi Rana yana tunugungidek noshta qilib olib, yotoqni qaytirib, zakolat pulni qaytirib olib, yotoqdan chiqib, udul tunugun deyishgan uyga qarab mangdi. Orliq bak yiroq emas edi. Lekin u 2 so'mkini ko'tarib, xeyli tasdi yetib bordi. Ularmo uyni o'tkazib berdiganga tayyor bo'lib turishgan edi. Rana oldin sanab tayyor qilib qo'ygan 31500 yuanni uy egisining qo'liga tutqizdi. Tunugun uydagi cho'nglar uchun bir muncha bahona sabablarni ko'rsatgan bu bolni bugun cho'nglar bilan birga keladi-ku deb o'ylagan uy egisi yana tunugunki mush kichikini bolaning pulning hammini o'ziga tanglayotganligini ko'rganda sal turib qoldi. Ranamo uy egisining nimani o'ylayotganligini bilgandekla,
Biz bugunlik ko'chib kelmoqchi edik. Dadam anam bilan singlimni keynimdan ep kelyotdi. Men oldin kelib uyni o'tkazib olg'ach turay deb pulni ep kelishim. dedi. Bu gapni anglagandan keyin uy egisimi boshqa gap so'z qilmayla pulni elib sanadi. Pullar sanılib to'g'ri bo'lgandan keyin ular tunugun tuzishgan hujjatning oxiriga uy egisi uyni sotgan pulning hammasini to'liq ep bo'lganlik to'g'risida ikki qur xat yozib berib, uyni Ra'noga berib, uydagilarni boshlab chiqib ketdi. Ular chiqib ketgandan keyin Ra'no uyning eshigini ichidan taqab, uylarni bir qur tafsili ko'rib chiqdi. Uyda ishlatishga tegishli narsalar qozon qo'mishdan tortib, ishlatadigan narsalargacha asosan to'liq bo'lib, Ra'noning hozirlikcha hojatidan to'liq chiqatdi. Shunga u hozirlikcha biror narsa setib olmasin bo'ladi. Setib olishga tegishli narsalar sayko'ktot, un, yog', go'rish setib olsalar, qolgan narsalar bor edi. Gerçi uy egisi uyda tonliq gaz bor, shuningda tamoq assak qulaylik, tongdagi gaz tugisa almashtirsak bo'ladi deb Ra'noga gaz almashtiradigan joydan tortib tafsili deb bergan bo'lsa-mu, lekin hozirgi masala Ra'no tamoq etishni ancha bilib ketmaydi. Gazni ishlatishni bilmaydi. Qanday qilish kerak? Ra'no qo'rsig'ining ochqanligini his qildi. U ep kelgan narsa keraklarini kiyim-kechak qo'ydigan yerlarga yig'ishtirib tiqib qo'yib, to'nugun bozordan o'ziga setib olgan qiz bolachi kiyimlarini kiyib sirtqa mangdi. Uning nishoni avval qo'rsig'ini to'qlab olib, ondan heliqi yolg'iz birla ayol bor tikkuchilik do'koniga berib beqish edi. Ra'no tamoq yeb olib tikkuchilik do'koniga kelganda, heliq kundagi o'zini ishtirib chiqarib etgan ayol kiyim tikish mashinasida bir chaponni tikib o'tadi. Ra'no do'kon ishkidan kirib bir oz qarab turg'ichimi, xo'jayin ayol kiyim tikish mashinasining ovozida Ra'noning kirganini sezmadi. Ra'no bu jarayonda bu do'kon ichiga esilgan tikilgan kiyimlarga va bu ayolning tikiyotgan chapiniga tafsili qarab, bu ayolning kiyim tikishda o'ziga yetmaydiganligini his qildi. Demak, Ra'no bu yerdan cho'qim non tepib yeyalaydi. U mushularni o'ylab turishiga, xo'jayin ayol Ra'noni ko'rib ishini to'xtatib, o'rindan turg'ach so'rdi. Yaxshimsiz, biror narsa tikuzamdingiz? Ha, yo'q, men mush yerda ishlay deb kirgan edim. Ra'no tuyuqsiz so'ralgan bu savoldan sal tamtirab qoldi-yu, ya'ni darhol esik keldi. Nemish qila olaysiz? Tikuvchilikni bilamsiz. Shogird bo'lib kirmoqchi bo'lsangiz, oylig'ingizga oz to'lib pul to'laysiz. Men kiyim tikishni yezimizda o'rgangan. Yezingizda o'rganganingizning bu yerda ishlashi notayin. Nim deyishni bilmay bir oz turib qolgan Ra'no bu ayolga ortiq tushuntirishni xohlamay eg'iz echibli dedi. Bu chaponni men tikib boqaymi? Anda meni ishiltish ishlatmaslikni qaror qilsangizmi bo'ladi?